o'zi anchadan beri shunaqa ukolab yuraverardi. Yaqindan mashinada ko'p o'tiraman, manardagi grizya ham uni qilyaptimi deyman-da. Bo'yin umurtqa pog'onasidan oyoqqa beradi. Yo'q, yotaman-ku. Uxlayman, yaxshi yotaman, og'rimaydi. Yarim kechasi shunday qimirlayman desam, sanchib qoladi-da. Mana shu yelkamni ololmay qolaman. Keyin hozir bil. Qani ichib qo'ying. Ichaymi? Yo'q. Qaysi tarafga qarab? Tashlab ichmang. Turishyapti. Ha, kaltni olsangiz. Bugun juda qiyin qoldi. Kecha sal yaxshi edi. Qo'yasiz. Xo'jayingizga. Ko'rmayapman. Yurib ko'ring da keyin davom etamiz. Ayollarni siltabanda. Nima bu? O'tirib turing chiqam qanday oldi o'tirib turishingiz. Bemalolida. Qani ko'ringchi, men ushlab bo'lsam qayerga o'tirasiz? Turing. Qayerda og'ridi hozir? Og'rimadi-ku. O'rtada. Men ishlaganimda og'rimaydi. Bo'ldi, ishlamay o'tirib turing, ishlamay o'tirib turasiz. Yo'q, og'rimadi. Lekin qo'rqyapsiz. Bemalol tashlayvering, mayli. Yiqilsangiz sizga yiqilib. Uyga bo'lgandan chaqirmang, yiqildim. Yaxshi hozir. O'tirib turing ham boyagida. Mana shu o'tirib turish vaqti yo'qolib qolganda o'tirolmagansiz, to'g'rimi? Benim og'riydi. Hozir o'tirsam ham mana shunday o'tiraman. Bir barobar. Shunday o'tiraman. Ishimni qilaman, o'tiraman. Bunday o'tirish yo'q. Ha, bunday o'tirish yo'q. Faqat yana bir marta kelishingiz kerak 2 haftadan keyin.